Tashabbus olimpiadasi musobaqalarida faol ishtirok etib, munosib qatnashgan yoshlarimizni taqdirlashga o'tamiz. Men mamnuniyat bilan so'zni O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi O'zbekiston tuman bo'limi rahbari Razzoqov Ulug'bek Aktam o'g'liga beraman. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Davlat Botir mahallasining ahli fuqarolari. Havolangizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Boyamana biz eng fidoyi hamkasbimiz Davlat Botir mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi Izzat aka ta'kidlagandek, bugun haqiqatda O'zbekiston uchun, Davlat Botir mahallasi uchun ham yaxshi pozitiv kayfiyatlar baxsh etiladigan kun va aynan mana shu yerda 5 tashabbus 5 bosqichli olimpiadamizda demak g'olib bo'lgan, sovrindor bo'lgan va ayni kunlarda respublika bosqichiga yo'l olishni kutib turgan bu yerdagi fidoyi biz yoshlarimiz borki, mahalla yoshlar o'rtasida 5 bosqichli 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi sportning yengil atletika turi bo'yicha o'tkazilgan sport musobaqasida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan 27-30 yosh toifasidagi yoshlar jamoasi birinchi darajali diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.